Mana endi rostmana ko'chada qolgandim. Nima izlayotganini, qayerga borishini bilmaydigan har qanday inson o'zini yo'qotib qo'yadigan bu ulkan shaharda o'zimni izlashim, o'zimni topishim kerak edi. Bir necha soat ko'chalarda kezdim. Oxiri charchadim. Bir xiyobonga kirib atrofda o'ynayotgan bolalar va ularning ortidan chopayotgan ota-onalarni kuzatib o'tirdim. O'z bag'rida erkalab ulg'aytirgan volidamdan olisda edim. Aybdor men. Xato qilgan men. Inson obro'sini o'zi topadi, o'zi yo'qotadi. Hamma narsamdan mosuvo bo'lgandim. Azon sadosi yangradi. O'tirgan joyimda ovoz kelgan tomonga qaradim. Anchagina haybatli masjid minorasi uzra chor atrofga billurdek ovoz taralardi. Avvallari deyarli e'tibor bermagan, eshitganda ham to'ziq quruq quloq solmaganim azon sadosi shunchalar go'zal ediki, beixtiyor ichimdan shu masjidga borib 2 rakat namoz o'qish istagi tug'ildi. Ammo namoz o'qishni bilmasdim. Necha marta Qur'on kursiga borganimga qaramay, sira o'rganishga qunt qilmagandim. Ustoz jonini Jabborga berib tushuntirgan bo'lsa-da, quloq osmagandim. O'rnimdan turdim. Oqshom cho'kib borardi. Yana ochlik, yana yotar joy muammosi. Xayolimga bir fikr keldi. Tezda qo'limni cho'ntagimga suqdim. Telefonim joyida. Olib sotarlarni izlashga tushdim. Nihoyat ko'cha boshidan topdim. Kirib telefonimni arzon bahoga pullab chiqdim. Endi bu mablag'ga bir necha kun qorin to'ydirishim mumkin edi. Oshxonaga kirib sho'rva ichdim. Qiziq, bir kosa sho'rva tugaguncha 2 nonni yeb qo'yibman. Oqshom cho'kkach havo biroz salqinladi. Bu kecha qayerda tunab qolishi mumkinligi borasida tayinli fikrim yo'q edi. Telefonimning puliga mehmonxona yoki pansionatda qolish imkonsiz. Tezroq ish topishim, tezroq biror yerga joylashishim kerak. Ko'chalarda shunchaki sang'ib yurardim. Minglab uysizlarga panoh bo'lgan bu azim shahar meni ham o'z himoyasi ostiga oladi deb umid qilardim. Tunni o'tkazish uchun qulayroq joy topib, tongga yetib olishim lozim. Ko'zlarim boshpana bo'lishga yaraydigan biror eski, vayrona joy izlardi. Har taraf baland va porloq binolar bilan to'la. Millionlab insonlar hozir o'z uyida xotirjam. Hech kim ko'chada biror nochor yurgandir deb o'ylamayotgan ham bo'lsa kerak. Bechoralar bu kecha qaysi axlatxonadan yegulik toparkin deb o'ylaguvchilar ham yo'q har holda. Men boshpanasiz edim. Ko'cha o'z bag'rida qanday katta tahlikalarni yashirib yotganini esa uysizlardan so'rash kerak. Vaqt tun aro oqib borardi. Haligacha yotadigan joy topolmagandim. Tor bir ko'chadan o'tayotganimda politsiya mashinasi yonimda to'xtadi. Ma'mur hujjatimni so'radi. Ko'rsatdim. Bu odatiy tekshiruv edi. Ular ham kechaning mana shu paytida ko'chada yurganlarning niyati yaxshi emasligini yaxshi bilishadi. Ikkinchi politsiya xodimi yarim kechasi bu yerda nima qilib yuribsan deb so'radi. U juda oddiy va odatiy bir savol bergandi. Ammo mening hatto shu savolga ham javobim yo'q edi. Savolni takrorladi. "Hoy, senga aytayapman. Alla mahalda bu yerlarda nima qilib yuribsan?" "O'zimni izlayapman", dedim chuqur xo'rsinib. Hujjatimni tekshirgan xodim bu so'zlarni ermak deb qabul qildi shekilli, sherigiga "Ko'cha bunaqalar bilan to'lib yotibdi", dedi. Hamrohi esa uning gapini yakunlab qo'ydi. "Ehtiyot bo'l. O'zimni topaman deb boshingga balo orttirma tag'in." Hujjatimni qaytarib berishdi va ketishdi. Yarim kechasi notanish yerlarda yurish meni qattiq bezovta qilayotgandi. Holbuki ko'cha tilini juda yaxshi bilardim. Inson yuragiga vahm soladigan ko'chalar yomonliklarimni yashiradigan qora sandiqqa o'xshardi. Oldinda ulkan masjid ko'rinib turardi. Ichki ovozim o'sha yerda tunashga joy topishi mumkinligini shivirladi. Jome hovlisiga kirganimda qalbimni allanechuk hislar chulg'ab oldi. Favvora yoniga borib qonib suv ichdim. So'ng ichkari eshik tomon yurdim. Xiyol itarib ko'rdim, yopiq ekan. Yana hovliga chiqdim. Sal naridagi sarf daraxti yoniga borib ostiga ko'z yugurtirdim. Juda ham keng va yopiq joy bor edi. O'sha yerga kirib atrofda sochilib yotgan kartonlarni tagimga tashladim. Bilardimki, hali bundan da og'ir va mashaqqatli kunlarim oldinda.
Burnim yerga ishqalanishi aniq va bu men uchun oson kechmaydi. Xayolimga yana ota-onam keldi. Qishloqqa yetib borishganmikin? Ularni qanday kutib olishdi ekan? Fikrlarim bir-birini quvalarkan, beixtiyor uyqu eltdi. Charchoqdan ko'zlarim yumilib ketayotgandi. Qolganini eslolmayman. Bir payt baland ovozda yangragan azon sadosidan uyg'onib ketdim. Sofi bomdodga chaqirayotgandi. Yotgan joyimdan qalqib cho'kkalab o'tirdim. Azon sadosi qulog'imga shunchalar yoqimli eshitilayotgandiki, hayotimda ilk bor bunday go'zal manzaraga guvoh bo'lib turgandim. Billur suvda tiniq va sohir ovoz qulog'imdan kirib miyamga, u yerdan esa naqd yuragimga quyilardi. Bu ajib ovoz insonning borlig'ini, yaratganning bemisl va cheksiz kuch-qudratini naqadar go'zal tamsil etayotgandi. O'rnimdan turib favvora yoniga bordim. Yodimda qolganicha tahorat qilishga urindim. So'ng masjidga kirib jamoat safiga qo'shildim. Odamlar namozni qanday o'qisa, men ham ularga ergashdim. Bu holat menga shunchalik yoqib tushgandiki, namozning tugashini aslo istamasdim. Umrimda hech qachon his qilmaganim bir lazzatni tuyayotgandim. Garchi namoz o'qishni bilmasam ham, bu yerda bo'lishning o'ziyoq menga olam huzur baxsh etardi. Tashqariga chiqqanimda osmon yorishib qolgandi. Odatda men bu paytlarda dong qotib uxlab yotgan bo'lardim. Ko'cha bir pasda mashinalar bilan to'lib ketdi. Hali sahar vaqti bo'lishiga qaramay, odamlar guras bo'lib qayerlargadir ketishar. Turgan gapki, barining xayolida turfa o'ylar bor edi. Boshlari biroz oldinga egilgan, hali to'liq uyg'onmagandek o'ychan va vazmin edilar. Olomonga qo'shilib, men ham oqim bo'ylab yura boshladim. Bir burchakdagi oshxona e'tiborimni tortdi. Ichkaridan yoqimli is taralib turardi. Kirib bir kosa sho'rva so'radim. Shu payt xayolimga yana onam keldi. Eng baxtsiz va eng parishon kunida ham oldimga bir kosa sho'rva qo'yishni unutmasdi onam. Ammo men unga nonko'rlik qildim. Qalbiga takror ozor berdim. Qanchalar xudbin ekanman a. Holbuki dunyoning eng qadrli borlig'i sanalmish onam men uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilgandi. Hatto unga baqirsam ham, ilonday zaharimni sochsam ham oldimga dasturxon yozishni kanda qilmasdi. Qarshimdagi sho'rvaga uzoq termilib qoldim. Ha, mazasi yaxshi edi, ammo baribir onamnikiga o'xshamasdi. Chunki ichida men qidirgan mehr yo'q. Och bo'lishimga qaramay sho'rvani icha olmadim. Nimadir tomog'imga tiqilib qolgandi. Qo'limdagi nonni ham stol ustiga qo'yib, ko'zda yosh bilan tashqariga otildim. O'zimni tutolmay o'ksib yig'lardim. Onam ko'z oldimdan bir zum ham nari ketmasdi. Unga qilgan jabr ustamlarim, bergan tog' va'dalarim yodimga tushdi. Onaizorimning fidokorligini nazarga ilmay, vijdonsizlarcha ish tutgandim. Ko'chalar oralab o'tib, dengiz sohiliga bordim. Bahri muhit qanchalar ulug'vor, qanchalar ham cheksiz. Uni jimgina tomosha qilish qalbga o'zgacha sokinlik baxsh etardi. Ummonga tikilgancha ortda qolgan yillarimni birma-bir so'roqqa tuta boshladim. Shu asno sohilda qancha vaqt qolib ketdim bilmayman. Bilganim shuki, o'tmishda yo'l qo'ygan jamiki xatolarim uchun qattiq pushaymon edim. Bugun umr bo'yi qilmaganim bir ishga tutindim. Qo'llarimni osmonga ko'tarib yolvordim. Yo Robbim, meni kechir. Bilib bilmay qilgan gunohlarimni afv et. Ota-onam chekkan jabr va jafolar uchun tavbamni qabul ayla. Insonlarga bergan ozorlarim uchun ham meni kechir. Allohim, bunday yomonliklarga yaqin yo'lamaslikka va'da beraman. Tavba qildim, Allohim. Ancha payt mana shu holda tavallo qilib turdim. Kaftlarimni duo va ko'z yoshlarim bilan to'ldirdim. Ha, qancha odamlarning joniga azob bergan, mol-mulkiga esa ziyon yetkazgandim. Eng yomoni, ota-onam ko'rsatgan mehr va muhabbatga qaramay, ularga munosib farzand bo'la olmagandim. Ularning menda ulkan haqlari bor va men bu haqni eng go'zal shaklda qaytarishim shart.
Buning uchun birinchi navbatda ish topishim, halol mehnat qilishim kerak. Hayot sinovlariga bardosh berishim zarur. Mana shu fikrlar bilan o'rnimdan turdim. Asta yurib borar ekanman, sohil bo'yida bir mashina to'xtadi. Undan bir odam tushib menga yuzlandi. "Salom yigitcha." Qaradim. Purim libosli, 45 yoshlardagi bir odam men tomon kelayotgandi. Bu orada mashinaning old eshigi ochilib, 5 yashar qizcha ham tushdi. Anavi odam qizchaning mashinadan tushganini sezmadi. "Uka, yaxshimisan?" "Rahmat." "Shu atrofda yelkanli qayiqda serfing qilayotgan kimgadir ko'zing tushmadimi mabodo?" "Yo'q." Shu payt yo'l chetida to'xtab turgan mashina yonida kuchli tormoz ovozi eshitildi. Haligi odamning ham, mening ham ko'zimiz ola-kula bo'lib ketdi. Ikkimiz ham chopgancha mashina yoniga bordik. Tormoz bosgan avtomobil tez u yerdan uzoqlashib qochib ketdi. Ne ko'z bilan ko'raylikki, u qizchani urib ketgandi. Qizaloqning og'iz burnidan qon oqar, hushsiz holda yotardi. Bechora odam vahimaga tushib qoldi. Nima qilarini bilmay shokka tushib, mashinasiga suyangancha yig'lab yubordi. Qizchani avaylab quchog'imga olib, mashinaning orqa o'rindig'iga o'tqizdim. Anavi odam esa haliyam talvasada edi. "Aka, nima qilyapsiz? Qizni tezda kasalxonaga olib borish kerak." U shosha-pisha mashinaga o'tirdi va menga qarab jovdiradi. "Iltimos, yordam ber, iltimos." So'ng qizchaga qaradi. "Qizim, chida. Qizim, birozgina chida." "Xo'p, men ham boraman", dedim dadil. "Iltimos uka, iltimos." Darhol mashinaga o'tirdim. Qizaloq haliyam o'ziga kelmagandi. Mashinaning avariyning chiroqlarini yoqib, o'qday uchib borardik. Yo'l qoidalariga ham amal qilmasdik. Ustma-ust bosilgan signallar esa bir-biriga qorishib ketgandi. Chorasizlik mana shunaqa narsa. Bolani avaylab quchog'imga oldim. 10-15 daqiqadan so'ng qandaydir xususiy kasalxonaning tez tibbiy yordam bo'limiga yetib bordik. Shifokor va hamshiralar chopib kelishdi. Uzatilgan zambilga qizchani avaylab qo'ydim. Otasi esa hamon yig'lab tinmay yolvorardi. "Iltimos, yordam beringlar. Qizimni qutqaringlar. Doktor, iltimos. Iltimos." Doktor va hamshiralar bolani avvaliga jonlantirish bo'limiga, u yerdan esa jarrohlik xonasiga olishdi. Otaning ahvoli chindan ham achinarli edi. Bechora nima qilishini bilmas, balki shuning uchun ham tinmay yig'layotgandi. Ichkariga kirib, yuz-qo'llarimni yuvdim. Ust-boshimga qon tekkandi. To'g'rirog'i, oppoq ko'ylagimning old tarafi qip-qizil tusga kirgandi. Uni ishqalab bir amallab suv bilan ketkazishga urinib ko'rdim. Ammo battar bo'ldi. Yuvinish xonasidan chiqib yo'lakka chiqqanimda, bashang libosdagi 10 ga yaqin odam yuzlari xavotirli tusda birin-ketin yetib kelishdi. Ularning bari qizchaning ahvolini so'rashar. Bechora otasi esa ularga nimalarnidir tushuntirishga urinardi. Abidin uydan jahl bilan dengizga chiqib ketib qolibdi. Biror falokat ro'y bermasin tag'in deb uni izlayotgandim. Sohil yo'lida mashinani to'xtatib, qo'li bilan menga ishora qildi. Anavi yigitdan yelkali qayiqni ko'rib ko'rmaganligini so'rab turganimda, erim mashinadan tushibdi. Sohil yo'lida mashinani to'xtatib, anavi yigitdan yelkali qayiqni ko'rib ko'rmaganligini so'rab turganimda, erim mashinadan tushibdi. O'ylay agar, o'zim ham sezmay qoldim. Bir mahal tormoz ovozini eshitib, yuragim yorilib ketay dedi. Yugurib kelsam, qon ichida yotibdi. Ota oldingidan ham battar ahvolga tushib, o'krab yig'lay boshladi. Xavotir olib kelganlarning soni borgan sari ortayotgandi. Ularga qarar ekanman, yaqinlari, qarindosh urug'lari ko'p ekanda degan xulosaga keldim. Ammo har qancha ko'p bo'lishmasin, mana bu vaziyatda qo'llaridan hech bir narsa kelmayotgandi. Ilohiy adolat, dedim o'zimga o'zim. Atrofingdagi odamlar har qancha ko'p bo'lmasin, har qancha boy bo'lma, baribir ojiz va notavonsan. Zero dardni ham, shifosini ham beradigan yolg'iz Allohdir. Bu orada ichkaridan shifokor chiqdi. Qizcha o'ziga kelganini, bir necha joyi singani, ammo boshqa jiddiy bir muammo yo'qligini aytdi. Hayoti xavf ostida emasligini ham alohida ta'kidladi. Otasi shu paytgacha tirik murdaga aylanib qolgandi.
Xayriyat degandek chuqur nafas olib bo'shashdi. Atrofidagi yaqinlari birin-ketin kelib uni quchoqlashdi. Qizchaning ahvoli yaxshi ekanini eshitgach, bu yerda qiladigan boshqa ishim qolmadi degan fikrda tashqariga yo'naldim. Endi darvozadan chiqayotgan edim hamki, haligi odam ortimdan yetib keldi. "Hey uka, shoshma bir soniya", dedi u yuzimga yaxshilab nazar solgach. "Kechirasan, senga qaray ham olmadim. Qayoqqa ketyapsan?" Qizchangiz yaxshi ekanini eshitib, ko'nglim taskin topdi. Endi esa ketyapman. "Bu nima deganing? Axir senga hatto rahmat ham ayta olmadim. Ham ust-boshing bu ahvolda senga ruxsat bera olmayman." "Hech qisi yo'q, siz bemalol qizingizga qarang. Uning ahvoli yaxshi ekanini aytishdi. Shuning o'zi quvonishim uchun yetarli. Bu ahvolda esa ko'chada yurib bo'lmaydi. Qayoqqa borasan? O'zim tashlab qo'yaman." "Yo'q, rahmat. Bu ahvolda ko'chada yursang, politsiya to'xtatishi, so'roqqa tutishi, masalani oydinlashtirish uchun ham idorasiga olib ketishi mumkin. Ust-boshimdagi bu qon yaxshi inson bo'lish yo'lidagi ilk qadamim nishonasidir. Siz xotirjam bo'ling." U nimalarnidir o'zi uchun xulosa qilgandek yana bir marta menga diqqat bilan tikildi. "Qayerda yashaysan?" "Haligi terminalga yaqin." "Qaysi terminal?" "Haligi..." Tushundim. O'zim ham taxmin qilgandim. "Meni shu yerda kutib tur. Shuncha muammo turganda-ya. Ichkarini o'zing ko'rding. Mabodo bolamga nimadir kerak bo'lsa, hal qiladigan kamida 30 kishi bor. Sen esa qizim ko'makka muhtoj bo'lgan eng qaltis vaziyatda yordamingni ayamading. Endi mana bu yerga o'tirib meni kutib tur." U shunday deb ichkariga kirib ketdi. Shunchalar g'alati hislar og'ushida edimki, na kulgim, va na yig'lagim kelardi. Hayotimda ilk bor sabab ish qilishning quvonchini yashayotgandim va bu tuyg'u tugashini aslo va aslo istamasdim. Bu hislarga g'ov bo'luvchi har qanday qutquni yengishim shart. Jonlantirish bo'limi tomonidan bir odam chiqib keldi. Qo'lida nimadir bor edi. Yonimga kelib bir dasta pul uzatdi. "Omading bor ekan. Xo'jayin bu qadar saxiylik qilganini juda kam ko'rganman. Mana bu pulni ol." Jilmaydim. Ochig'i nima deyishni ham bilmasdim, ammo o'zimni tutish borasida qarorim qat'iy edi. "Ehtimol shu pulni menga 5 kun oldin berganingizda edi. Balki uni qo'lingizdan o'pa-o'pa olgan bo'lardim. Biroq hozir emas." "Yigitcha, sen nimani rad etayotganingni bilasanmi o'zi? Ol buni. Ust-boshingni ham yangilaysan. Qolgani bilan esa yayrab yasha." "Yo'q akam, bilasizmi, siz hozir mendan inson bo'lish sari tashlagan ilk qadamimni so'rayapsiz. Agar o'lishimni va siz bermoqchi bo'layotgan pul tirik qolishimga sabab bo'lishini bilganimda ham bunga rozi bo'lmasdim." "Qanaqa odamlar bor-a?" deganday menga ajablanib boqdi. "Bunday qilma og'ayni, pullarni ol. Men xo'jayin bilan teskari qilma. Alloh rizoligi uchun qilingan ishni badali bo'lmaydi. Kechirasiz", dedim u ketdim. U esa ortimdan hayrat bilan qarab qolaverdi. Kasalxonadan chiqib yo'limda davom etdim. Ko'ylagimni qon yuqidan tozalash uchun xoliroq joy topishim kerak edi. Oldinda daraxtzor ko'rindi. O'sha yerga bordim. Tashlandiq piknik maydoni ekan. Daraxtlar oralab yurib, kichikroq buloqqa duch keldim. Atrofga qaradim. Hech kim ko'rinmasdi. Ko'ylagimni yechib yuva boshladim. Shu payt 10 yoshlardagi bir bola o'tib ketayotib, qonli ko'ylagimni ko'rib vahimaga tushib qoldi va baqirgancha tumtaraqay qochib ketdi. Kulib yubordim. Ko'ylakni bir chetga tashlab, shunaqangi qahqaha otdimki, o'zimni o'zim to'xtata olmay qoldim. So'ng ko'ylakni yuvib, quritish uchun ilib qo'ydim. Qon yuqi ketgan, ammo ba'zi joylarda baribir dog'i qolgandi. Kurtkamni kiyib atrofni aylana boshladim. Sevdaraxt bir joyga yetganda qorovul kulbasiga ko'zim tushdi. U yerga borib, ichkariga nazar tashladim. Tashlab ketilgandi chamasi. Xayolimga bir fikr keldi. Salgina e'tibor berilsa, bemalol jon saqlash mumkin. Ortimga qaytib, ko'ylagim yoyilgan yerga yaqinlashganimda, sal avval qo'rqib qochib ketgan bola bir do'stini boshlab kelib, qo'rquv va xavotir bilan qarab turardi. U ko'ylakni ko'rsatib, yonidagi og'aynisiga bir nimalarni tushuntirardi. "Haligi odam to'pponchani chiqarib 2 marta o'q uzdi", dedi u o'rtog'iga. "Nargisi esa yerga yiqildi. Keyin uni sudrab o'rmonga olib kirib ketdi." "Rostdanmi? Qasam ichaman, menga ishonmayapsanmi? Keyin ko'ylagini mana shu yerda yuvdi. Ana qara, qonli ko'ylak turibdi." Ikki sarguzasht talab bola ko'ylakka qarab turgan bir payt kutilmaganda daraxtlar orasidan chiqib keldim. Ular meni ko'rishdi-yu, yana baqirgancha qochib ketishdi. Tag'in mazza qilib kuldim. Bolalar menga yoqib qolgandi.
chunki ular tufayli necha kundan beri ilk marta qahqaha otgandim. Cho'ntagimda qolgan bir necha liraga do'kondan qatiq, biskvit, non olib yana daraxtzorga keldim. Eski yog'och stolga o'tirib yeya boshladim. Rosa ochiqqan ekanman. Qatiq, biskvit va non bunchalar lazzatli ekanini endi his qilayotgan edim. Bu yer rostdan ham yaxshi edi. Egallab qo'ya qoldim. Qorovul kulbasini yaxshilab tozalab, oynalarini alishtirsam ancha vaqt shu yerda yashashim mumkin. Shu fikr bilan ishga tushdim. Kulba ichi qog'oz, plastik idish kabi chiqindilar bilan to'la edi. Tozaladim. Qog'ozlar ostidan bir nechta kitob chiqdi. Ularning biri e'tiborimni tortdi. Nomi Alloh sevgan qulini qanday asraydi ekan. Qiziqib qoldim va o'qishga tutindim. Kitobni o'qib bo'lgach, bosib o'tgan yo'limni yana tahlil qila boshladim. Shuncha ish bo'lganiga qaramay, Allohning himoyasi ostida ekanimga ishonch hosil qildim va shu yerda kunni kech qildim. Havo qorayib borardi. Atrofdan topib kelgan karton qog'ozlar bilan kulba derazalarini bekitdim. Ichkari sal bo'lsa ham yashaydigan holga kelib qoldi. Yotib o'yga toldim. Oldimda ikki yo'l turardi. Yo yaxshi inson bo'lib ezgu ishlar qilaman, yoki oldingidek yomonlikning ketidan quvishda davom etaman. Holbuki aqlli inson uchun tanlov bitta. Yomon bo'lishni kim ham tanlardi axir? Demak, o'zgarishim shart. Ertaga butkul boshqa insonga aylanish ahdi bilan uyquga ketdim.